Hech kim meni sut ona bo'lishga yollamadi. Endi nima qilamiz? Bilmadim. Uni bozorda sotib yuboraman. Keyin ozroq pulimiz bo'ladi. Bu uchun ham arzimagan pul berishadi. Bu bilan faqat qizimizni xafa qilamiz. Boshqa ilojimiz yo'q, Halima. Agar uni go'shtga sotsang, o'zim sotib olaman. Ushlanglar uni. Jamil! Bechora qo'rqib ketdi. Iltimos, unga ozor bermang. Biz bilan ovqatlaning. Bugun mehmon kelishini juda xohlagandim. Xush kelibsan. Bolangni qo'yib biroz nafas rostla. U och ekan-ku. Menda sut yo'q. Qancha sut onalar keldi. Birortasini ham ko'kragini olmayapti. Mendagi ko'z yoshlari onalik mehridan. Nihoyat bolamning qorni to'yyapti. Ammo sen nega yig'layapsan? Menda sut yo'q edi. Ko'kragimni olishi bilan sutga to'lib ketdi. Isming nima? Halima. Halima Sadiya.